Ko'pchilik yon daftariga nima yozish kerakligini bilmaydi. Odamlar yana ko'p narsalarni bilishmaydi. Qayerga ketayotganini, 10 yillik, 1 yillik, 3 oylik, 1 haftalik maqsadlarini ham, nima uchun yashayotganini ham doim savol ostida qoldirishadi. Yechim: bu darsliklar orqali sizga vazifalar berib boraman va siz bu darslarni bitirganingizdan keyin bloknotingizga nima yozishingiz kerakligini yaxshilab bilib olasiz. Xo'p, birinchi qadam. Sizga eslatma sifatida aytishim kerak bo'lgan eng muhim gaplardan biri. Eng yaxshi mavzu va yo'nalish bu sizni o'zingizsiz. Hech qachon o'zingiz bilmagan yoki o'zingiz qiziqmagan mavzular haqida yozishga harakat qilmang. Doim sizni shaxsiyatingizni belgilovchi 3 ta qiziqishni aniqlab, o'sha bo'yicha yozishga harakat qiling. O'zimdan misol keltiraman. Meni shaxsiyatim va kunlik odatda yoki haftalik do'stlarim bilan, ustozlarim bilan gaplashadigan mavzularim shu 3 ta qiziqishim bo'yicha aylanib boradi. Ulardan birinchisi tadbirkorlik, kitobxonlik, muomala madaniyati. Yozadigan g'oyalaringiz asosan shu 3 ta mavzu atrofida shakllanadi. Shuning uchun sizga vazifa birinchi o'rinda shu 3 ta qiziqishni belgilab oling. Bu sizda har xil bo'lishi mumkin. Bu sizda marketing bo'lishi mumkin, sotuv bo'lishi mumkin yoki umuman men bilmaydigan mavzularga ham qiziqishingiz mumkin. Balkim sportdir. Xo'p, ikkinchi muammo. Ko'pchilik bloknot tutishni shunchaki rasm chizib o'tirish deb o'ylaydi. Yoki yana odamlarda shunaqa fikr bor, o'g'il bolalar bloknot tutmaydi. Bu narsa kundalik tutish faqat qizlarning ishi deb o'ylaydi. Bu prosta tak stereotip. Xo'p, qaranglar, yechim bera olishim. Bloknot tutish maktabda o'rgatilmaydigan bilimlar bazasini qurish bilan bir xil. Bugun sizlarga skill stack konsepsiyasini o'rgatmoqchiman. Skill stack bu o'zingiz bo'lmoqchi bo'lgan, ya'ni o'zingiz bo'lishni orzu qiladigan va havas qiladigan odam bilish kerak bo'lgan ko'nikmalar jamlanmasi va siz bu narsani qurib chiqishingiz kerak bo'ladi. 1 yildan keyingi o'zgargan ahror, rivojlangan ahror bilish kerak bo'lgan hamma ko'nikmalarni yozib chiqdim. Bular hammasi albatta misol tariqasida siz ham xuddi shunaqa qilishingiz kerak bo'ladi. U qanday bo'lishi mumkin? Psixologiya, marketing, ijodkorlik, biznes, sotuv, content making, moliya, qonun, kitobxonlik, muomala, muzokara madaniyati, din ilmi. Bular hammasi men o'zim o'rganishni va hayotimga tatbiq qilishni xohlagan ko'nikmalar. Sizni o'rganishingiz kerak bo'lgan bilimlarni hammasi shu yo'nalishlarga mos bo'lishi kerak bo'ladi. Misol uchun, doim miyangizda bor. Siz muomala madaniyatini o'rganishingiz kerak. Buning uchun hech bo'lmaganda ko'p tanqidga uchragan bo'lsa ham, Dale Carnegie'ning kitobini o'qisangiz, sizga 50 ta, 100 ta maslahat beradi. Siz bir oy davomida o'sha kitobni o'qib chiqing va muomala bo'yicha olgan bilimlaringizni yozib boring. Yoki-da moliyani, shaxsiy moliyani, biznes moliyasini hamma bilish kerak. Bu bo'yicha kurslar bor. Ingliz tilini bilsangiz, ma'lumot cheksizligi bor. Ya'ni juda ko'p narsani o'rgansangiz bo'ladi. Marketing bilan psixologiyani bir-biriga bog'lab o'rgansa bo'ladi. Content making bilan kitobxonlikni bog'lasa bo'ladi. Shunaqa. Hammasi o'zaro bir-biriga bog'liq. Siz o'zingiz o'rganishingiz kerak bo'lgan 10 ta, 15 ta bu 3 ta qiziqishdan kelib chiqqan holatda ko'nikmalarni belgilab chiqing. Hozirda do'stim Dilshodga misol keltirayotgandim. Bitta dasturchi odamni muvaffaqiyatga olib borilishi uchun, ya'ni muvaffaqiyatga erishish uchun faqatgina dasturlashni bilishni o'zi kifoya emas. U 5% bo'lsa-da muomala madaniyatini bilish kerak. 5% bo'lsa-da yoki 10% bo'lsa-da time managementni bilish kerak. Va u samaradorlikni, qanaqa qilib chalg'imasdan ishlashni yoki-da inson psixologiyasini o'zini sota olish uchun marketingni bilish kerak. Sizni ham A nuqtadan B nuqtaga borishingiz uchun yoki o'zingiz turgan holatingizdan orzuyingizga erishishingiz uchun balkim shu ko'nikmalarni o'rganishingiz kerakdir. Har bir yo'nalish bo'yicha o'rgangan bilimlaringizni yozib boring. Bu ikkinchi qadam. Uchinchi muammo. O'z loyihasi bo'lmagan kishi boshqalarning loyihasiga ishlashga majbur. Bundagi yagona yechim: loyiha boshlang. Ya'ni o'zingizning shaxsiyat loyihangizni. Siz qanaqadir startap loyiha, biznes proyekt qurishingiz shart emas. Eng birinchi qilishingiz kerak bo'lgan narsa bu o'zingizning xarakteringizni qurish. Yozish bu o'yinchoq emas. Bu o'rganish bilan bir xil. Hech kim quruq safsatani yozmaydi. Kimdir xayollari haqida yozadigan bo'lsa, demak u havoda uchib yurgan ma'lumotni qog'ozga muhrlab qo'ymoqchi. Ya'ni u keyinchalik bilimga aylanadi. Xo'p, sizga 3-qadam. 30 kunlik o'zingiz bilan challenge boshlang.
Sizga kerakli bo'lgan narsa bir dona ruchka va bir dona bloknot xolos. 30 kunlik challenjda birinchi 10 kunida yozish uchun 15 daqiqa, ikkinchi 10 kunligida 25 daqiqa, uchinchi 10 kunligida bo'lsa 45 daqiqa vaqt ajrating. Nima haqida yozaman deganingizga, bu orqadagi ikkita yechim bilan bilsangiz bo'ladi. Qiziqishlaringizni jamlagan holatingizda tadbirkorlik, kitobxonlik, muomala madaniyati yoki sport, shularni har bittasini mavzularga, kichik ko'nikmalarga bo'lib borib, o'shalar bo'yicha o'rganing. Misol uchun, sizga sportni misol keltirishim mumkin, agar bu mavzulardan birontasi sizga taalluqli bo'lmasa. Sport. Xo'p, sport uchun nima qilishingiz kerak? Qanaqa qilib shredded bo'lishingiz mumkin? Kuchli muskullarga ega bo'lishingiz uchun to'g'ri ovqatlanish bo'yicha yozing. Va bu yerda siz o'zingizdan qanaqadir bilimni yaratib yozishingiz shart emas. Yagona qilishingiz kerak bo'lgan narsa YouTube yoki ekspertlarni topasiz. O'sha ekspertlar berib borayotgan internetdagi bepul ma'lumotni shunchaki yozib borsangiz bo'ladi. Yoki xohlasangiz bloknotingizga xuddi shu bilimlarni yozishni boshlang. Xo'p, hammaga rahmat.